Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 3-darsimiz ilmiy adabiyot qidirish uchun maxsus ayinlarni o'rganamiz, ya'ni sun'iy intellektlarni. Consensus, Semantic Scholar, Perplexity, Skype, AI va Research Rabbit. Xo'sh, birinchi o'zi nima uchun ilmiy adabiyot kerak bizga? Bu birinchi savol va nechun ilmiy adabiyot qidirish uchun maxsus ayinlar kerak bizga degan savollarga javob berib olamiz. Odatda har bir bumi yozajak talaba bo'lsin yoki dissertatsiya yozajak magistr talabasi yoki doktorant bo'lsin, oddiy holatda bizga ilmiy adabiyotlarni o'rganishimiz kerak. Ya'ni bizdan oldin qaysi olimlar qanday ishlarni olib borganligi haqida ma'lumotlar kerak va bu ma'lumotlar maqola sifatida yoki kitob sifatida уже chop etilgan. Biz ulardan qidirib ma'lumotni olishimiz kerak bo'ladi. Odatda biz aylar yo'q vaqtida ishlatardik, kutubxonaga borib qidirardik. Lekin hozir ay vositalari bor va biz nereden qidiramiz buni? İnternetten qidiramiz. Odatda Google Scholar bazalar bor, ResearchGate, Google Scholar bo'lishi mumkin yoki yana Web of Science yoki Scopus bazalari mavjud, ya'ni jurnallarning bazalari biz bu yerdan ma'lumotlarni qidirib, ya'ni ma'lumot deganda maqolalarni qidirib, ichida olimlar qanday fikr bildirgan, shularni topishimiz mumkin edi. Lekin endi hozir Google Scholar bilan AI vositalari bilan bir-birini solishtirib aytib beraman sizlarga. Ya'ni avval qiyin bo'lgan va hozir ishimizni yengillashtirib AIlar yordamida qidirish bizlarga cheklim yordam berishini ko'rsatib beracakman. Google Scholar'da sifatsiz maqolalar ham chiqib qolishi mumkin. Eng ko'p rankingga to'g'ri bo'lishi mumkin. Ay tahlil yo'q ro'yxat berishi mumkin yoki o'xshash maqolani qidirishi mumkin yoki aniq ma'lumot topmasligimiz mumkin. 100 ta maqola bo'lsa o'zi 5 tani topib berishi mumkin. Ya'ni bu qidiruv chegarasi kamroq bo'lganligi uchun ham bizga AI vositalari ko'proq yechim bera oladi. Ko'proq ma'lumotlarni qidirishi, moslikni baholaydi, har bir maqola javob berishni tushuntiradi, mazmunini ham tushuntirishga yordam beradigan AIlar bor. Tekshirilgan ishonchli maqolalarni chiqaradigan AIlar bor va vaqtni tejaydi. Ya'ni 200 milliondan ortiq maqolalardan sizga kerak bo'lgan 5-6 ta mos maqolani, ya'ni kalit so'zingizga qarab mos maqolani chiqarib beradi. Amaliy darslarimizda bu narsalarni kalit so'zini olib, u kalit so'zni foydalanib qaysi maqolani chiqarishimiz mumkin, qaysi olim o'rganganligini shatib topishimiz mumkinligi haqida ham savollarga javob berib o'tamiz. Amaliy darsda hozir esa bir nechta aylarni ko'rib chiqamiz. Ilmiy qidiruv eng mashhur aylardan biri bu Consensus AI. Bu doğrudan doğru maqolalarni topishga yordam beradi. Faqat review bazada har natija uchun bir jumlali xulosani berishga yordam beradi. PDF va do'y muammosi yo'q, Hashindex va citation ham ko'rish mumkin va asosiy versiyasi bepul. Endi buni bakalavr talabalari asosan tushunmaydi, do'yinovi yoki Hashindex citation ekanligi haqida uncha qiziqish bo'lmagan holda bu maqolalarda bo'ladi asosan, lekin o'rganib qo'ysangizlar ilmiy faoliyatlaringizda kerak bo'ladi. Magistr talabalar bu narsalar bilan ishlab ko'rgan, ya'ni maqolasini ya'ni boshqa maqolalarni qidirganda bu narsalarga e'tibor berish kerak ekanligini biladi va endi ilmiy qidiruv jarayonida shu konsensus ayini afzalligini aytsak, faqat ilmiy maqolalarni mazmun xulosasini chiqarib beradi, soha jurnalini filtrlash mumkin hisoblanadi. Prompt yozilgan konsensus uchun buni asosiy amaliy qismida ko'rib chiqamiz. Keyin Semantic Scholar bor, eng katta bepul baza. Bular bepul, xohlaganingizcha ishlatsangizlar bo'ladi. Yine PDF'lar bepul ochiq, Citation Network bor, kuzatuv tizimi bor, lekin AI xulosasi yo'q. Yine kamchilik konsensusdan sayyoz hisoblanadi. Yangi maqolalar ba'zan kam bo'ladi, qidiruv filtri kamroq. Endi qaranglar. Endi bunda yana bir afzalligi citation graph bor. Kimni kim sayt qilganligi ko'rsatadi. Ya'ni sizni bir maqola topsangiz, ikkinchi maqolaga citation orqali o'tib olib, undan qidiruv amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu narsani uchun kerak degan bo'lsangizlar, biz asosan nima yozamiz, dissertatsiya ishi yozganimizda olimlar kerak bo'ladi. Kalit so'z orqali shu olimlarni topib, ularning fikrini, umumiy xulosasini chiqarib olib, adabiyotlar tahlili qismini qo'shishimiz uchun kerak bo'ladi.
bo'ladi. Perplexity AI tez va yangi maqola topuvchi. Hozirgi kunda keng tarqalgan chiqayotgan maqolalarni chiqarib beradi real time'da. Keyin ko'p funksiyali bepul ishlaydi. Linklar bilan har jumla uchun manba havolasini beradi. Keyin eng yangi maqolalarni chiqaradi, suhbat orqali chuqurlashtiradi, har javob uchun manba ko'rsatadi. Bularni hammasini tushuntiraman amaliy darsda. Hozir nechun sizlarga slaydda tushuntirib o'tirganimni aytadigan bo'lsam, bu narsa slaydni tashlab beraman, sizlarda hamma vaqtda qoladi. Agar yodlaringizdan chiqib ketsam, o'sha qaysi ay yordamida qidirar edik, qaysida citation tez olish mumkin yoki qaysini ayda maqolani tahlil qilishimiz mumkin degan savollar bo'lib qolgan vaqtda shu slaydni ochib, ko'rib olishlaringiz uchun bularni yozib chiqdim birma-bir. Keyin eng ishonchli maqolani topadi. Skate AI maqolani qo'llab-quvvatlanganlikka kiraat etilganmi? Bunda bekor qilingan maqolalarni ham ko'rsatadi, suhbat orqali maqolani tahlil qilsa bo'ladi. O'z soha maqolalarini kuzatish, jurnal ishonchligini baholash uchun, yana o'sha qaranglar, dissertatsiya uchun eng ishonchli manba sifatida ishlatish mumkin ekan buni. Bu yerda promptdan berilgan, bu promptlarni xudo xolasa amaliy darsda tashlab ko'rsataman. Research Rabbit esa bu tadqiqot uchun eng kerakli bo'lgan sun'iy intellekt vositalaridan biri hisoblanadi. Mutlaqo bepul, hech narsa to'lamaysiz. Maqolaning tarmog'ini vizual tarzda ko'rsatib beradi. Yine shu bir nechta qadam, 4 qadam orqali siz o'zingizni dim soat ham ishlash, o'zingizga kerak bo'lgan maqolani topib olishingiz mumkin. Bir maqoladan ko'pini topadi, ya'ni nazariy qanday rivojlanganligini ko'rsatadi. Maqolani papkalarda saqlash mumkin. Hamma funksiyasi bepul, lekin bunda bir kamchilik, buni AI xulosasini bermaydi. Ya'ni shu maqola nomi haqida kerakli xulosa aytib bilmaysiz, faqat shu maqolani topib bilishingiz mumkin. Yine 5 ta ayni qaysi nov uchun deydi ishlashi uchun kerak va yine eng mos vazifa buning sharhi uchun konsensus, PDF topish uchun semantik, yangi trend, perplexity, skate, ishonchli test deydi. Adabiyotlar sharhi yozish uchun Research Rabbit eng yaxshi deydi. Ya'ni bu yerda har biri uchun ya'ni berilgan afzalliklari taqqoslab ko'rsatib o'tilgan. Imitatsiya professional prompt yozish uchun, tilshunoslik uchun, adabiyotshunoslik uchun, dissertatsiya uchun yana bu mavzusi ITOS Academic Writing University Student metodologiya, adabiyot sharhi, natijalar. Ya'ni qaysi qismida qanday qilib ishlatish bo'yicha ko'rsatib berib qo'yman. Amaliyot darsini shu yerdan olib sizlarga tashlab o'rgatib beraman. AIda savol ingliz tilida qisqa va aniq yozish eng yaxshi natija beradi deydi. Shu narsani e'tibor beringlar. Claudia yoki ChatGPT o'zbek yoki ingliz tilini farqi yo'q edi, lekin professional ishlaydigan adabiyot qidiradigan aylarimiz asosan ingliz tilida ishlaganda bizlarga qisqa va aniq yozishga yordam beradi, lekin o'zbek tilida yozsak ham bizlarga topishga yordam beradi bular. Endi qaranglar, asosiy ochishlaringiz mumkin, o'zi bu narsa nog'a kerak menga deyishlaringiz mumkin. Asosan filolog talabalari uchun degan ma'noda ochib chiqdim bularning vazifalarini. Konsensus nog'a beradi, nog'a yordam beradi. Adabiyotlar sharhini boshlash uchun, bosh maqola topish uchun yordam beradi. Adabiyotlar sharhini uchun kerak, buni yozishimiz uchun kerak, maqola yozishimiz uchun kerak hisoblanadi. O'xshash va bog'liq maqolalarni topish uchun, ya'ni shu bosh maqolani topib oldik, o'xshashini topajak bo'lsak, bizlarga Research Rabbit yordam beradi. PDF'larni bepul yuklab olish uchun Semantic Scholar yordam beradi. Eng yangi maqolani topish uchun Perplexity AI yordam beradi. Maqola ishonchliligini tekshirish uchun Skate AI yordam beradi. Dissertatsiya uchun to'liq adabiyot sharhi yozish uchun esa Consensus va Research Rabbit ikkisi birgalikda ishlaganda yordam berib beradi. Hozir aytib turgan ma'lumotlarim umumiy, bu aylarni nechun ishlatishimiz kerak ekanliklarini tushunishlaringiz uchun. Lekin amaliy darsni o'tgandan keyin ham agar o'zlaringiz bu aylarni yirik ko'rib, ishlatib ko'rmasangizlar, bu sizlarga hech qanday yordam berib bilmaydi. Buni faqat o'zlaringiz ishlay ko'rish orqali, tajriba orttirish orqali ko'proq tushunib olasizlar. Faqat aytib o'tilgan narsani eshitib qo'yish orqali hech qanday natijaga erishib bilmaysizlar. Iltimos qilaman, ichini ochib shu aylarni girib ko'ringlar. Sizlarga linklarini ham beraman. İçini açıp ne narsa boygan içinde kalit so'zlaringizni guruhga yozib tashlasangiz, darsni ko'rib bo'lgandan keyin kalit so'zlar qanday qidiramiz degan savolni bersangizlar, shularni ham qidirib sizlar maqolalarni topib, ularni keyin bu meyimiz yoki dissertatsiyamizni ishlatib ko'rishimiz kerakligi haqida ham yordam beraman. Savollar bo'lsa